Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi huzurida tashkil etilgan monitoring guruhi tomonidan bir qancha qoidabuzarliklarni targ'ib qilib kelayotgan saytlar aniqlanib, ularning faoliyati o'rganib chiqilmoqda. Xususan, tuning xizmatlarini taklif etayotgan ustaxonalarga borilib, ular tomonidan taklif etilayotgan xizmatlar aslida qoidabuzarlik ekanligi boz ustiga mazkur xizmatlarni internet tarmoqlariga joylash orqali o'zgalarni, ayniqsa yoshlarni huquqbuzarliklarga jalb etayotganliklari tushuntirib borilmoqda. O'rnatilishini, man etilishini men bilmasdim. Mashinada o'rnatib harakatlanish qonunga xilofligini bilardim lekin. Sizni ish faoliyatingizga xalaqit berish niyatimiz yo'q. Tirikchiligingizga umuman qarshi emasmiz, lekin kelgusida bu kabi qoidabuzarlikni amalga oshirmasligingizni so'rab qolamiz. Agar shunaqa ishlar takrorlaydigan bo'lsangiz, sizga keskin chora ko'riladi. Navbatdagi holat Olmazor tumanida aniqlandi. Fuqaro Instagram tarmog'i orqali maxsus ovoz kuchaytirgich sirena moslamasini ijaraga berishi yoki sotish hamda ularni o'rnatish faoliyati bilan shug'ullanishni targ'ib qilib kelgan. Tadbir davomida fuqaro yashash xonadoni oldida Spark transport vositasiga sirena moslamasini o'rnatayotgani aniqlandi. Sirena bularnikimi? Sirena narxi 250 ming so'm. 250 ming so'm bir kunga prokatga qo'yib beraman. Bir kunga prokatga. Ko'rib turganingizdek, ushbu fuqaro Instagram platformasi orqali noqonuniy ish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganliklarini faol tarzda targ'ib qilib kelayotganligi aniqlandi. Mana shu yerda mazkur xizmatni taklif etayotgan fuqaro yaqin oradagi tuman ichki ishlar bo'limiga olib borildi va uning xatti-harakati qonunga xilof ekanligi tushuntirib o'tildi. Mirg'iyosov Abdullohga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201-1 moddasi bo'yicha ish hujjatlari rasmiylashtirib, Olmazor tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudiga yuborilmoqda. Mazkur fuqaro tomonidan joylangan huquqbuzarliklarni aks etgan videolar o'chirib tashlandi va kelgusida bu kabi harakatlar qilmasligi borasida ogohlantirildi.